بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh azza va jallaning go'zal ismlari Asmaul Husno silsila darslaridan Robbimizning Al-Jabbar ismini suhbat qilayotgan edik, davom etkazamiz. Imom Shofiy aytgan edik, "Iza aradta dunya fa alayka bil ilm." Agar dunyoni istasang, dunyo kerak bo'lsa, ilmni o'zingga lozim tut. Va iza aradtal axirata alayka bil ilm. Oxiratni izlasang, ilmni lozim tut. Va iza aradtahuma ma'an fa alayka bil ilm. Dunyoni ham, oxiratni ham teng xohlasang, ilmni o'zingga lozim tut. O'zingni boringni bersang ilmga, ilm senga o'zini bir qismini beradi. Agar o'zingni hayotingni bir qismini bersang ilmga, ilm senga hech narsasini bermaydi. Birodarlar, ilm shunday narsaki, uni talabida yurar ekan inson, u olim bo'lib boraveradi. Tolibi ilmman der ekan, izlanishdan to'xtamas ekan, bu odam olim bo'ladi. Ammo bir kun kelib, men olim bo'ldim desa, uni johil bo'lganligi shundan ma'lum bo'ladi. Shuning uchun hech kim o'zini olim demaydi. Garchi shu olimlik maqomiga yetgan bo'lsa ham, olimman demayaptimi? Men talab ilmman deyaptimi? Demak, shu odam haqiqiy olim bo'ladi. Men ilmliman degan odam johilligi ma'lum bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, la hasada illa ala thnatayni. Faqat ikkita narsada hasad bor. Ya'ni havas ma'nosida. Rajulun ataahu Allohul Qur'ana faqama bihi ana al-layli va ana an-nahar. Bir kishiki hasad qilinadigan, ya'ni havas qilinadigan bir kishiki Alloh unga Qur'onni berdi va u Qur'on bilan kecha va kunduz qoyim bo'ladi. Ikkinchisi, va rajulun ataahu Allohu malan. Bir kishiki Alloh unga mol berdi, dunyo berdi, boylik berdi. Fa huwa yunfiquhu ana al-layli va ana an-nahar. Mana shu boyligini kecha va kunduz o'rniga, joyiga infoq qiladi. Shu ikkita odam hasad qilinar ekan. Shu ikkita odamga havas qilinar ekan. To'g'rirog'ini aytsak, hasad bu yaxshi ma'nodagi havas. Demak, quvvat boylikda bo'ladi, ilmda bo'ladi, mansabda bo'ladi. Ammo mana shu boylik, quvvat, ya'ni ilm, mansab, boylikda quvvat bor ekan deb turib, biz shu narsaga intilamiz, ammo bu narsalarga intilishligimiz shariat hisobidan bo'lmasligi kerak. Ya'ni shariat belgilab qo'ygan doiradan chiqmasdan talab qilishlik kerak bo'ladi. Agar boylik, mansab, ilmga erishishlik uchun shariatdan chiqish kerak bo'lib qolsa, bu narsalardan voz kechishlik kerak bo'ladi. Diningiz hisobidan, taqvoingiz, shariatingiz hisobidan bu narsalarga intilmang. Musulmonlarda boy bo'lgani yaxshi. Mana shu boyligi bilan Allohga yaqin bo'lishi mumkin. Boylikka intilsin, lekin boylik topishlik uni harom tomonga yurgizib qo'ymasin. Yolg'on gapirishga majbur qilib qo'ymasin. Ahdiga vafo qilmaslikka yetaklab qo'ymasin. Boy bo'lganim yaxshi ekan kambag'al bo'lgandan ko'ra. Chunki boy bo'lsam, musulmonlarga ko'proq foydam tegar ekan. Yaxshi fikr. Lekin u boy bo'lishligingiz gunoh ma'siyat bilan bo'lmasin. Ilm olish, ilm quvvat, lekin ilm olishlik ham shariatni manhajidan tashqarida bo'lmasligi kerak. Masalan, dunyoviy ilmlar, kimyo deysizmi, fizika deysizmi, mana hozir IT texnologiyalar deyilyapti. Ammo mana shu ilmni o'rganishlik ham sizni diningiz hisobidan bo'ladigan bo'lsa, man qilinadigan ishlar bilan o'rganishlikka kerak bo'ladigan bo'lsa, bu ilmni olmaslik kerak bo'ladi. Masalan, bir odam yosh yigit shu dunyoviy ilmlarni o'rganaman deb g'arbga yoki sharqqa safar qildi. Endi shularning ichida yashab,
shularni e'tiqodi, shularni tasavvurlari bilan ta'sirlanib, shularni bittasiga aylanib ketadigan bo'lsa, u odamda bormagani yaxshi bo'ladi. Ilm quvvat, boylik quvvat, mansab quvvat. Bu narsalarga musulmon odam intiladi, erishadi. Faqat bu narsaga erishishlikdan maqsad Allohning roziligi bo'ladi va bu narsaga yetishlikda shariat belgilab qo'ygan chizgidan tashqariga chiqmaslik kerak. Agar shu narsaga sabab bo'lsa, dindan uzoqlashishlikka, bu ishlarni qilmaslik to'g'ri bo'ladi. Robbimiz subhanahu va taolo al-Jabbar bo'lgan zot. Haqiqiy quvvat egasi Alloh azza va jalla, al-Jabbarning o'zi. Alloh o'zi quvvat. Har qanday quvvat o'zini quvvatini Allohdan oladi. Astagfirullah. Walau yarallazina zalamu iz yarawna al-azaba annal quvvata lillahi jami'a. Bunday zolimlar azobga ro'baro bo'ladigan zamonlarida, ya'ni qiyomat kunida butun kuch-qudrat Allohniki bo'lishini va Allohning azobi qattiq ekanini bilsalar edi. Yer yuzida qanaqa quvvat bor? Masalan, yadro quvvat, atom quvvat, shamol quvvat, o't olov quvvat, yerni aylanishi quvvat. Ya'ni qanaqa quvvat bor bo'lsa bu tabiatda, bu quvvatning asli manbai Alloh taoloning o'zi. Alloh xohlamasa o'sha uran sizga quvvat bermaydi AESlarda. Alloh xohlamasa o'sha kuch bilan pastga oqayotgan suv GESni lopuslarni aylantirmaydi. Agar Alloh xohlamasa, mana shu shamol aylanib turib tosh chiqaradigan tegirmonlar bor-a? O'sha shamol ham quvvat. Lekin bu shamolni estirayotgan kim? Biz bilgan hamma quvvat uni manbai Alloh taoloning o'zi. Hatto siz bilan bizni gapirish quvvatimiz, ko'rish quvvatimiz, bosish, bir narsani ushlash quvvatimiz ham Alloh azza va jallaning quvvatidan. Chunki hamma quvvatning asli Alloh taoloning o'zi. Quvvat bu Alloh taoloning o'zi. Bu borlig'ida qanaqa quvvat bo'lmasin, aytdik, u Allohning quvvatiga suyanadi. Lekin Allohning quvvati hech narsaga suyanmaydi. Shuning uchun hech kimga va hech narsaga muhtoj bo'lmaydigan quvvatni izlashimiz kerak. Siz quvvatli insonman deb bilasiz o'zingizni. Kuchli inson deysiz, quvvatli inson deysiz palonchini. Nima uchun quvvatli desa, yo puli bor uni, yo mansabi bor uni, yo mansabdor tanishi bor uni, yo bilagida quvvati bor uni. Qarangda, uni quvvatli deyishingiz albatta qaysidir quvvatga tayangani uchun. Endi boyaga mansabdan ketgandan keyin hech kim emas. Butun gapirar edi, dadil gapirar edi, g'oz yurar edi. Nima uchun? Uyda tillasi bor edi. Qo'rqmasdi hech kimdan. Hamma bilan teng olishar edi. Nimaga desa, tanishi bor edi falon idorada. Ha, ana bu odamlarning quvvati kimgadir yoki nimagadir nima qiladi? Suyanadi. Ammo ana shu quvvatiga, uning ana shu quvvatiga sabab bo'lib turgan narsa yo'q bo'lgandan keyin tugaydi. Bir kunda u quvvatchi shunaqa bir katta mansabda ishlaydi, hamma uni ko'lankasidan qo'rqib turadi, uni qahriga qolishdan cho'chib turadi, bir kunda ishdan olib tashlashadi uni. Ertasi kunimi? Ertasi kun nima bo'ladi? Faqat inson unutib qo'yadi-da. Ertaga shu ishdan ketib qolishligini. Ertaga shu mansabdan, shu quvvatdan qolib qolishini unutib qo'yadi-da. Shuning uchun birodarlar, biz mansabimizga suyanmaylik quvvatli bo'lish uchun. Tanish bilishlarga suyanmaylik quvvatli bo'lish uchun. Pulimizga suyanmaylik quvvatli bo'lish uchun. Biz haqiqiy quvvat egasi bo'lgan Allohga suyanishni o'rganaylik. Bu quvvat hech qachon yo'q bo'lmaydi. Ma'qulmi? Siz yurtingizda kuchli odamsiz. Boshqa davlatga borsangiz hech kim emassiz o'sha. Chunki sizning quvvatingiz mamlakatingizni hududi bilan nima bo'lardi? Cheklanar edi. Shuning uchun hech narsaga va hech kimga muhtoj bo'lmaydigan quvvatni izlashimiz kerak. U qanaqa quvvat? Al-Jabbar bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning o'zi. Astagfirullah. Kullan numiddu haula'i va haula'i min ata'i robbik va ma kana ata'u robbika mahzura.
Ey Muhammad alayhissalom, bu dunyoda odamlarining barchalariga, mana bu mo'minlariga ham, ona va kofirlariga ham Parvardigoringizning ne'matidan ato eturmiz. Parvardigoringizning ne'mati hech kimdan man qilinmas. Mana sababni zo'r qilsa, men beraveraman natijani deyapti, kofirga ham, mo'minga ham. Qoyil maqom qilib bajarsin, uni musulmon kofirligiga qaralmaydi. O'sha ilmmi, o'sha sportmi, o'sha sog'likmi Alloh beraveradi shularga. Chunki Alloh azza va jalla bandalarning xom hayollari bilan muomala qilmaydi. Mana bo'lib qolsa, shunday tursam, ertaman vesim 70 ga tushib qolsa, bir uxlab tursam, kallamga mana shu kitobdagi narsalar kirib qolsa, bor shunaqa hayollar. Bu xom hayol bu. Alloh sababni qilganga beradi natijani. Va man aradal axirata va sa'a laha sa'yaha. Qarang, Alloh taolo aytayapti, kim oxiratni xohlasa, istasa va mo'min bo'lgan holda sa'yi harakat qilsa, oxiratda jannatni umid qilyapti, orzu qilyapti, hayol qilyapti, orqasidan harakatini ham qilyapti-da. Hamma kuch-quvvat birodarlar tavhidda. Tavhid haqiqiy quvvat. Mo'min ayni mana shu tavhid bilan quvvatli bo'ladi. Tavhid insonni har qanday qullikdan ozod qiladi. Tavhiddagi mo'min haqiqiy ozod inson. Mo'min faqat Allohga suyanadi. Mo'min faqatgina Allohniki. Mo'minning quvvatini sabablaridan bittasi ham mana shu. Aytdik-ku, o'zini quvvatli deb bilgan har qanday odam nimagadir yoki kimgadir suyanadi. Puligami, mansabigami, tanishigami. O'sha narsasi yo'q bo'lsa quvvatdan qolaveradi. Mo'minchi? Mo'min bu narsalarga suyanmaydi. Hasbunallohu va ni'mal vakil deydi. Allohga suyanadi. Alloh o'zi quvvat manbai. Demak, kim mo'min Allohga suyanar ekan, u quvvatsiz qolmaydi. Musulmonlarning ham quvvati yo'q bo'lib qolmaydi, modomiki Allohga suyanishar ekan. Tavhid birodarlar bandani qalbini xo'rlikdan qutqaradi. Insonni aqlini turli xurofotlardan, vahm xavotirlardan ozod qiladi, qutqaradi. Tavhid mo'minni ozod, quvvatli va haybatli qiladi. Ma sha'allohu kana va ma lam yasha lam yakun. Alloh nimani xohlagan bo'lsa bo'ldi, nimani xohlamagan bo'lsa bo'lmadi. Va nimani xohlagan bo'lsa bo'ladi, nimani xohlamagan bo'lsa bo'lmaydi. Shuning uchun kuchli, quvvatli bo'lishni xohlaysanmi banda? Tavhidda bo'l. Allohni yakkala, Allohga suyan. Tarixda qarasak, juda ko'p misol turibdi. Hasan Basriy tobiinlarning ulug'laridan, ulug' olim, taqvoli inson. Rasulullohning xonadonida katta bo'lgan bu kishi. Umayylar davrida Umayylarning amirlaridan bo'lgan Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafiy degan zolim tog'iy bo'lgan, musulmon, lekin juda ko'p musulmonlarga zulm qilgan, juda ko'p solih insonlarning qonini oqizgan. Hasan Basriy u haqida unga yoqmaydigan so'zlarni aytdi. Uni so'zi yetib bordi Hajjojga. Hajjoj yonida turganlarga qarab turib, Hasan men haqimda shunaqa gapni gapirsa, to'xtatmasdan eshitib turishdingmi, ey qo'rqoqlar? Vallohi men senlarga uni qonini oqqanini ko'rsataman dedi. Olib kelinglar uni dedi. Hajjojning oldiga Hasan Basriyni olib kelishdi. Majlisga kirganida u kishini chopish uchun tayyorlangan bolta bilan kundani ko'rdi. Uni ko'rib turib, Hasan Basriy bir narsada pichiradi. Hajjoj Hasan Basriyga ko'zi tushishi bilan yurib keldida oldiga, "Xush kelibsiz ey Abu Said. Siz ulamolarning sayyidisiz" deb o'zini o'rniga o'tkazib, kirom izzat ko'rsatib, bir qancha masalalardan savol so'rab, keyin eshik tagigacha kuzatib qo'ydi. Bu manzarani ko'rib, kimi esi uchdi boshidan? Eshikda turadigan odammi? Hasan Basriy chiqib ketganda orqasidan yugurib bordi. "Ya Abu Said, sizni bu narsaga chaqirmovdi Hajjoj" dedi. "Qasrga kirganingizda bir narsada pichiradingiz. Tushunmay qoldim. Nima dedingiz?" dedi. Hasan Basriy
Ya muladi inda kurbati, ya munisi fi wahshati, ij'al fitnatahu alayya bardan va salaman kama ja'altan nara bardan va salaman ala Ibrohim. Ey musibatimda menga panoh beruvchi, ey vahshatimda menga munis bo'luvchi zot, Ibrohimga olovni sovuq va salomat qilganingdek, uning fitnasini menga sovuq va salomat qilgin dedim dedi. O'ldirgani, qatl qilgani chaqirgan zolim, buning qalbi ham Allohning qo'lidami? U ham Allohning qabzasidami? Alloh ko'rdingizmi qanday uni qalbini o'zi xohlagan tomonga burib qo'ydi? Shuning uchun Alloh bilan bo'laylik. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, fala tad'u ma'allohi ilahan akhara fatakuna minal mu'azzabin." Ey Muhammad alayhisalom, siz Alloh bilan birga boshqa biron ilohga iltijo qilmang, aks holda azoblanguvchi kimsalardan bo'lib qolursiz. Demak, tavhid quvvat. Muvahhid Allohni tengsiz deb biladi. Muvahhid bir taraf bilan muomala qiladi. Muvahhid aniq biladi nimani? Yer, samo ahli hammasi yig'ilib kelsa ham Allohning iznisiz hech qanday foyda ham, zarar ham keltira olmaydi. Shuni aniq biladi. Mo'min faqat Allohdan qo'rqadi va faqatgina o'zini gunohidan qo'rqadi. Mo'min Robbisidan umid qiladi. Hamma Allohning qabzasida ekanligini aniq biladi. Kim aytgani bo'ladi? Alloh aytgani bo'ladi. Yadullohi fawqa aydihim. Allohning qo'li ularning qo'llari ustida. Zamonasida o'zini xalqiga zulm qilgan podshohdan so'raldi: "Sen nimasan o'zi? Kimsan o'zi?" U javob berdi: "Men Allohning g'azabiman" dedi. Hadis qudusida aytilgandek, podshohlarni so'kmanglar. Podshohlarni so'kmanglar. Chunki podshohning sizlarga qilayotgan muomalasi sizlarni Alloh bilan bo'layotgan muomalalarga bog'liq. Men podshohlarning egasiman, podshohlarning podshohiman deydi Alloh taolo. Ularning qalblari meni qo'limda deydi. Agar bandalar Alloh aytgan sifatlarga ega bo'lsa, podshohlarning qalblarini xalqiga muloyim yumshoq qilib qo'yaman. Agar buni aksi bo'ladigan bo'lsa, qahrli beshafqat qilib qo'yaman. Shuning uchun podshoni so'yma. Podsho Allohning yerdagi soyasi degan hikmatli gapimiz bor. Bu majoz bu. Podshohning sizga bo'layotgan munosabati xalqiga, xalqni Alloh bilan bo'layotgan muomalasiga bog'liq. Shuning uchun tog'iylarning zulmlari qilich bilan qaytarilmaydi. Ularning zulmlari Alloh bilan bo'lgan aloqalarni tuzatish bilan qaytariladi. O'zingizni Alloh bilan bo'lgan munosabatingizni tuzatasiz, endi Alloh taolo bu zolimni, tog'iyni qilichini nima qiladi? Zulmini sindirib qo'yadi, to'xtatib qo'yadi. Ilm quvvat. Ilm senga zamon va makon bilan cheklanmaydigan quvvatni beradi. Astagfirullah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Mujodala surasi. Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tarur. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Qarang, kimni darajasini ko'taraman deyapti. Ilmi bo'lsin, nimasi bo'lsin? Iymoni bo'lsin, ilmi bo'lsin, shu odam baland bo'laveradi. Millati qanaqa bo'lsin, puli bo'lsin demayapti. Erkak ayol bo'lsin demayapti, oq qora demayapti. Iymoni bor, ilmi bormi? Amali bormi ilmiga? Mana shu odam baland bo'ladi deyapti. Ilm eng oliy martaba. Ilm talabi farz. Agar siz qavmning sayyidi bo'lib turib ilm o'qisangiz, qavmning yana faqihiga aylanasiz. Agar qavmning ichida o'rtacha oddiy odam bo'ladigan bo'lsangiz, ilm bilan sayyidga, boshliqqa aylanasiz. Ummaviylarni eng ulug' xalifalardan bo'lgan Sulaymon ibn Abdul Malik haj qilgani Makkaga keldi. Makkaning eng katta olimi kim deb so'radi. Ato ibn Abi Raboh deb javob berildi. Menga ko'rsatinglar dedi. Uchrashdi.
Ato ibn Abi Raboh. Bilasizmi bu inson kim bo'lgan? Qora qul bo'lgan. Qora inson bo'lgan. Sochlari mayizdaqa, burni puchuq. O'tirsa qora qaraga o'xshab qoladi. Jasadini bir qismi shol bo'lib qolgan, dinor dirhami yo'q inson. Mana shu odam oldiga shu davrning eng qudratli xalifasi kelib, dunyoga dong'i ketgan olim sizmisiz dedi. Ato ibn Abi Raboh odamlar shunaqa deyishadi deb qo'ydi. Sulaymon so'radi: "Bunchalik sharafga qanday qilib erishdingiz?" Ato ibn Abi Rabohning gapini qarang. "Ey, talib ilmlar, eshitib qo'yinglar. Ahli ilmlar, odamlarning dunyolariga behojatligim bilan va odamlarning 30 yil to'plagan ilmimga muhtojligi bilan. Odamlarning qo'liga qaramadim, odamlarga muhtoj bo'lmadim, odamlar meni ilmimga muhtoj bo'ldi. Shu bilan shu maqomga yetdim" dedi. Shuning uchun diniy bilimni o'qib dunyo maqsad qilinmaydi. Allohning shariati o'rganilib, hurmat, e'tibor, to'ri maqsad qilinmaydi. Chunki u narsaga Alloh loyiq deb bilgan bandasiga berib qo'yadi, uni xolasa ham, xolamasa ham. Ammo shu narsani deb turib ilm o'qiydigan bo'lsa, Alloh unga hech qachon yetkazmaydi. Haj manosiklarida Ato ibn Abi Rabohdan boshqa hech kim fatvo aytmasin deb hukm qildi bu xalifa. 2 kun o'tib, xalifa o'zini 2 dona o'g'li bilan yana uchrashmoqchi bo'ldi. Meni Atoni oldiga olib boringlar. Ato ibn Abi Raboh haramda edi. Atrofida odamlar to'planib o'tiribdi. Hammani savoli bor, masalasi bor. Sulaymon ibn Abdul Malik navbatsiz bostirib kelayotdi. "Ey Amiral Mo'minin, o'tiring" dedi. Xalifaga aytibdi boyga qora qul, "O'tiring. Mana bu odamlar sizdan burunroq kelgan" dedi. Navbat kelganda savollarni so'rab javobini olib ketdi. Keyin o'g'illarga qarab turib: "Ey bolalarim" dedi. "Ey o'g'illarim, taqvoni va ilmni lozim tutinglar. Vallohi hayotimda mana shu quldan boshqasini oldida xor bo'lgan emasman" dedi. O'tir desa o'tiryapti. Nima bilan ko'tardi Ato ibn Abi Rabohni Alloh qadrini? Ilmi bilan, taqvosi bilan. Ilm quvvat, birodarlar. Agar moli, mansabi bo'lmaydigan bo'lsa ham, qul bo'lsa ham, agar ilmli bo'lsa, toat sababli Allohni yuksaltiradi. Alloh uni yuksaltiradi. Agar moli, nasl nasabi bo'lib turib, sharafli bo'lsa ham, ma'siyat sababli Alloh uni xor qiladi. Sulaymon ibn Abdul Malik yana o'g'illariga dedi: "Ey bolalarim, biz uni oldida xor bo'lgan inson, Qur'onning fahmiga ega bo'lgan, hamma ilmlarning qomusi bo'lgan ulug' sahobiy Abdulloh ibn Abbosning shogirdi, vorisi Ato ibn Abi Raboh bo'ladi." Xalifa o'g'illariga nasihat qilyapti. Bu o'g'illari kim? Bani Umayya, Abdushams urug'ining sayyidi, xalifa, boy Sulaymon ibn Abdul Malikning o'g'illari. Bu ikkala o'g'ilda odamlar orzu qilib ham yeta olmaydigan narsalar naq turibdi. Dunyoning katta qismi otasining qo'lida. Nasl nasabi zo'r. Payg'ambarning qabilasidan bitta odam havas qiladigan, hamma yo'g'i bor bo'lgan o'g'illarga aytayaptiki: "Ey o'g'illarim, ilm o'rganinglar. Ilm sababli quyi insonlar yuksaladi. Noma'lum kishilar mashhur bo'ladi. Qullar podshohlar martabasiga ko'tariladi. Sen birodar mo'minsan. Tavhiding quvvat, ilming quvvat, taqvoing quvvat. Haqiqiy quvvat egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taoloni o'ziga suyanishligimiz lozim bo'ladi." Duo quvvatdir. Eng katta quvvat bu duodir. Yunus alayhissalom kitni qorniga tushib qoldi. Tunni zulmati, dengizni zulmati va ana shu kitni qornidagi zulmat. 3 ta zulmatning ichida qolib ketdi. Najotga, qutulib ketishlikka umid yo'q. Alloh taolo bu haqida xabar berib aytadi: Astagfirullah. Fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Yunusning qavmidan g'azablangan holda o'z qishlog'idan chiqib ketib, bizni uning ziyoniga hukm qilmaydi deb o'ylagan paytini, so'ng qorong'u zulmatlarda turib, hech iloh yo'q,
magar o'zing bordirsan, ey pok Parvardigor, dar haqiqat men o'z jonimga jabr qilguvchilardan bo'lib qoldim degan paytini eslang. Mana hech qanday qutulib ketishlikka bironta bir imkoniyat, shansi yo'q. Ketni qorniga tushib dengizdagi kirib ketgandan keyin o'lish kerak bir qandaydir 30-40 sekundda. Lekin Alloh taolo bu payg'ambarni halok qilishni xohlamadi. Bu payg'ambarga ta'lim berishni, siz bilan bizga ta'lim berishni xohladi. Bu payg'ambardan xato o'tdi. O'zini qavmini Allohning ruxsatsiz tashlab chiqib ketdi. Buni mana bildiradi. Allohni eng yaxshi ko'rgan bandasi Yunus alayhisalom bunday ulug' zotlardan, Allohga yaqin bo'lgan bandalardan xato o'tsa, Alloh taolo tezda jazo beradi. Nima uchun? Takrorlamasin. Ammo hayotda ko'ramiz, har qancha zulm qilsa ham, tuhmat qilsa ham, bo'xton qilsa ham, odamlarning haqlarini nohaqdan tortib olsa ham, hech narsa bo'lmayotgan odamni ko'ramiz. Demak, u Allohdan uzoq. Agar Allohga suyukli, yaqin banda bo'lganida tezda jazosini olar edi. Endi shuncha ish uchun ham yuribdimi 20 yildan beri balo kelmay? Demak, Alloh bunga muhlat beribdi, istidroj ekan bu. Ko'tarib yerga chopish degani. Uzoqroq qo'yadi bunaqa zolimni, uzoqroq yashaydi, qattiqroq tushish uchun, jazoni qattiqroq olish uchun. Fastajabna lahu va najjaynahu minal gham va kazalika nunjil mu'minin dedi Alloh. Bas biz uni Yunusni alayhisalomni duosini mustajob qildik va uni g'am g'ussadan qutqardik. Biz mo'minlarga mana shunday najot beramiz. Tavhid quvvat, ilm quvvat, duo quvvat. Birodarlar, yana bilishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, qat'iyat ham quvvat. Qat'iyatli bo'lish ham quvvat. Qat'iyatli odam bo'laydi. Bir ishga kirishdi, qat'iyat bilan turadi, oxirigacha yetkazadi. Bir ishga kirishdi, ozgina mashaqqat bo'lsa, qiyinchilik bo'lsa, bir marta, ikki marta harakat qilganda bo'lmasa to'xtatib qo'ymaydi. Qat'iyat. Demak, qat'iyat ham quvvat. Voqea qissa, ana shu arab o'lkalarida voqea bo'lgan qissa, Shomda yashaydigan bir kishi o'zini farzandini Azhar Sharifga o'qishga yubordi. O'g'li o'qidi, shahodatni oldi, yurtiga qaytib kelib, bir masjidda imom bo'ldi. Ana shu minbarga chiqib qilgan birinchi xutbasi ilm haqida edi. Boyagi shu imomning otasi yoshi 55 ga kirgan edi. O'qishni ham, yozishni ham bilmas edi. O'g'lini imom bo'lib, odamlarga ilm o'rgatayotganligini ko'rib, yig'ladi, ta'sirlandi. Odamlar uni yig'isini ko'rib, bolasi ilmli bo'lib kelganligi uchun xursand bo'lib yig'layapti deb o'ylashdi. Lekin bu narsa uchun yig'lamagan edi. Nimaga yig'lagan edi? 55 yil umri ilmsizlik bilan, savodsizlik bilan o'tganligiga pushaymon bo'lib yig'lagan edi. Keyin nima qildi? Eshagini minib Shomdan Misrga, Azhar Sharifga bir oy degan masofani bosib keldi. Azharga kirdi, o'qish yozishni o'rgandi, Qur'onni yodladi, 96 yoshida vafot etdi. Ham qori edi, ham olim edi. Bizda 30 ga kirdimi? Bo'ldi, o'sha nima qiladi? Endi bizni kallalar deydi, oyida qilib bo'lmay qo'ydi. Qunut duosini hali ham yodlamaydi. Nimani o'qiydi? Mana qat'iyat, quvvat deyapmiz, a? Osoni qo'lni ko'tarib qo'yishda, osolim taslim bo'lish. Yana bir olimning qissasi bor, ajib. Bu olim ana shu talabalik paytida Azhar Sharifga kirib imtihon topshirdi, o'ta olmadi. O'sha davrida, yoshligida. Keyin uyga qaytib kelib, bo'lmadi endi deb turuvdi. Uyda o'tirsa bir chumoliga ko'zi tushib qoldi. Haligi chumoli devorga tirmalashadi. 10 sm ko'tariladi, tushib ketadi. Yana ikkinchi marta tirmalashadi. Endi 15 sm ko'tarildi, yana tushib ketdi. Shunday bo'lib har safar ozgina ko'tariladi, tushib ketaveradi. Xullas 43-marta harakat qilganda shifga yetdi. Haligi chumolining ishidan ibrat oldida o'zini qat'iyatsizligidan xijolat bo'lib
Shundan bir norozi bo'lib bordi, qaytadan harakat qilib imtihon topshirdi, tinmay o'qidi, olim bo'ldi. Demak, birodarlar, qat'iyatli bo'lish, qat'iyat quvvat. Tavhid quvvat. Ilm quvvat. Duo quvvat. Iymon quvvat. Mutlaq quvvat bu iymon. Firavun. Kim edi Firavun? Yer yuzida yashab o'tgan eng katta zolim. Va qala ana robbukumul a'la. Men sizlarning eng oliy parvardigoringiz, Robbingizman degan edi, Xudoman degan edi. Ma alimtu lakum min ilahin g'ayri degan edi. Sizlarga meni o'zimdan boshqa bir iloh borligini bilmayman degan edi. Mana shu Firavunning qizi bor. Uni qizini sochini tarayotgan sartaroshi bor. Bu sartarosh ayol mo'mina edi. Firavunning qizini sochini tarayotib, qo'lidan tarag'i tushib ketdi. "Yo Alloh" devordi. Firavunning qizi, u Firavunning qizi. Hali meni otamdan boshqa Robbing bormi dedi. Haligi mo'min ayol nima dedi? Seni ham, meni ham Robbim Alloh dedi. Bu qiz borib otasiga sartaroshning gapini aytib qo'ydi. Firavun nima qildi? Bu ayolni 5 ta bolasi bilan olib kelib, oldiga katta bir doshqozonda yog'ni quyib, qaynatib, qizdirib, aytdiki, "Seni mendan boshqa Robbing bormi?" dedi. Bu ayol sobit turib, "Seni ham, meni ham Robbim Alloh" dedi. Katta farzandini yoqqa tashladi. Jozzati o'ldi. Ikkinchi marta so'radi. "Seni hali mendan boshqa Robbing bormi?" dedi. Bu ayol yana sabot bilan turib, "Alloh seni ham, meni ham Robbim" dedi. Ikkinchi bolasini tashladi. Uchinchi bolasini tashladi. Xullas qo'lidagi chaqalog'i qoldi. Endi qo'lida emiziklik turgan, hali tilga kirmagan emiziklik chaqalog'iga navbat kelib, uni ham tashamoqchi bo'lishdi. 5-marta so'radi. "Seni mendan boshqa Robbing bormi hali?" Shunda ayol ikkilanib qoldi. Quvvati ketdi. 4 ta bolasini ko'zini oldi, o'ldirdi. Ikkilanib turganida Alloh taolo boyaga chaqaloqni tilga kiritib qo'ydi. "Ey onajon, albatta siz haq ustidadirsiz" dedi. Uni ham tashladi, bolasini ham tashladi, shu bilan hammasini qatl qildi. Albatta bu g'alaba edi. Firavunning g'alabasi emas edi. Mana shu mo'mina ayolning g'alabasi edi. Chunki iymon e'tiqod yo'lida ketdi. Mana shu iymonining quvvati bilan shu narsaga erishdi. Endi bu ayolga qanaqa mukofot berildi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Meroj kechasida jannatga kirib, bir xushbo'y hidni his qilib aytdilarki, "Ey Jabroil, bu qanaqa hid bo'ldi?" Jabroil alayhisalom, "Bu Firavun qizining sartaroshining hidi" dedilar. Mana birodarlar, iymon quvvat. Mana endi Firavun qoldi. U yengdim deb o'ylayapti. Haqiqatan yengdimi? Mana bu dunyoda bir odamni boring umri 100 yil bo'lsin. Boring 150 yil bo'lsin. Baribir o'ladimi? Baribir hayot tugaydimi? Faraz qiling bitta odamni 5000 yil umr ko'rsin. Dunyoni hamma zeb-ziynati uniki bo'lsin. Biron marta biron joyi og'rimasin. Dunyoni eng hashamatli imoratlarda yashasin. Eng go'zal ayollarda hammasi shuniki bo'lsin. Yer yuzini hamma yo'g'i, dengiz, okeani-yu, tog'i, tosh, oltin, kumushi uniki bo'lsin. 5000 yil yashasin. 1 sekund ham og'rimasin. 5000 yil huzur halovatda bo'lsin. Endi bu 5000 yillik umr baribir bir kun tugaydimi? Endi abadiylikni oldida, abadiy hayotni oldida bu 5000 yillik hayot nima bo'lib qoladi? Shuning uchun siz bilan biz ham 80 yil yasharmiz, boring 100 yil yasharmiz. Iymonimizni taqozosi bilan yashaylik. Baribir ketamiz. Zolim ham o'ladi, mazlum ham o'ladi. Kofir ham o'ladi, mo'min ham o'ladi. Boy ham, kambag'al ham o'ladi. Modomiki hamma o'lar ekan, bu dunyoda
zolim bo'lib qolgandan ko'ra mazlum bo'lib yashagan yaxshi. Dunyoda boy bo'lgandan ko'ra kambag'al bo'lganingizga quvonasiz, chunki hisob-kitobingiz yengil bo'ladi. Oxiratdagi bitmas tuganmas ne'matlarning oldida birodarlar, bu dunyoning huzur halovati nima degan narsa? Bu sartarosh ayol farzandlarini va hayotini boy berdi. Hayotini berib qo'ydi. Evaziga nimani qo'lga kiritdi? Jannatni va abadiy huzur halovatni ne'matlarni. Shuning uchun mo'min birodar aniq bilgin, iymoning quvvat. Quvvatni mo'min Allohdan oladi. Alloh haq. U bilan birga bo'l. O'zingni xor qilma, taslim bo'lma, tushkunlikka tushma, ikkiyuzlamachilik qilma. Chunki haq so'z seni rizqingni ozaytirib qo'ymaydi, ajalingni tezlashtirib qo'ymaydi. Rizqing ham, ajaling ham Allohning qo'lida. Alloh uni taqdir qilib qo'ygan, haq bilan birga bo'l. Samo jabbori Alloh azza va jalla haq. Yerning jabborlari esa odamlardan iborat. Yerning jabborlari botilda. Samo jabbori yer jabborini xor qiladi. Mo'minning quvvati iymon bilan. Uni bu quvvati unga izzat beradi, sharaf beradi, makonat beradi, jur'at beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Al-mu'minul qawiyyu khayrun wa ahabbu ilallohi minal mu'miniz zaif." Zaif mo'mindan ko'ra quvvatli mo'min Alloh uchun yaxshiroq va suyukliroqdir. Alloh azza va jalla o'zi yaxshi ko'rgan quvvatli mo'minlardan bo'lishimizga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.